Dumalasa ham qochib keta olmaydigan qozochi bo'g'irsoq pishiramiz. Voy, meni oshirma xamirim o'xshamaydi deydigan qizlar, bu retseptdan keyin oshirma xamiringiz shunaqangi o'xshab chiqadi. Avvalambor sutni ilig'idan issiqroq qilasizlar, lekin qo'lingizga kuyadigan darajada emas. Ozgina sariyog' va ustidan tuz, bir qoshiq shakar solamiz. O'shanda durajani mazasi bilinib qolmaydi. Donni sifatli unlarni elidan o'tkazib sovolamiz. Xamirimizni yumshoqdan qattiqroq qilib, qo'lga yopishmaydigan darajada qilib olamiz. Xamir chetlariga yopishmay chiroyli bo'lib oshishi uchun albatta ustini ozgina yog'lab, keyin o'rab qo'yamiz. Oshgan xamirimiz aynan shunaqa holatda bo'ladi va 1 soatda oshib bo'ladi. Xamirimizni olib, turburchak qilib yoyib, sal unlab olsanglar, juvelarga yopishib qolmay chiroyli bo'lib yoyiladi. Qalinligini o'ta yupqa emas, o'ta qalin emas qilib yoyib olamiz va o'zini shaklida turburchak qilib berib olamiz. Uzunasiga, keyin yonlamachasiga xuddi shu ko'rinishda kesib olamiz. Qizdirib qo'ygan yog'imizga bitta-bittadan solib, qovurib olamiz. Qovurish jarayonida o'zi ishib, po'mpala-po'mpala bo'lib chiqishadi. Qizlari bo'lsa ishtahangizni shunaqa ochishadi. Bular pishib qizargungacha yoniga chiroyli qilib souslarni tayyorlab olamiz. Endi souslar bilan kirsallagan kichkina bo'g'irsoqlarimizni maza qilib yeb olamiz. Xullas, bunaqa oson retseptni tayyorlab ko'rmoqchi bo'lganlar, videoni обязательно сохраните, havola. Xo'p.